50 grammcha qizil miyani ildizini mumiyani qo'shib yuborasiz. 5 grammni 1 litr suvga почти 200 grammgacha qaynatasiz past olovda. Dog' bor joylarga, mana shu joylarga surtib olasiz. Yoki-da oddiy eng zo'r effekt yaxshiroq tuxumni sarig'ini yog'ini chiqaring. Ya'ni 40 ta tuxum olasiz, qaynatasiz. Qaynatib bo'lgandan keyin sarig'ini olasiz. O'shani bitta qozonga yoki-da kattaroq skоворodka bo'lsa, o'shanga solib qo'yib qovurasiz. Yog'siz faqat. Qovurasiz, qoraguncha qovuriladi, yog'i o'zi chiqadi. Yog'i chiqqandan keyin faqat ko'proq vaqt kelaveradi. Faqat bitta qozon bilan haylashasiz yoki bitta skоворodka bilan haylashingizga to'g'ri keladi. Uni yog'ini chiqarganingizdan keyin mana qatingizda toshmalar bo'lsa, yoki yana qo'shimcha boy aytib o'tganlar, vitiligo kasalligi bor. Ularga ham zo'r maslahat bo'ladi. Ya'ni dog'lar bor joylarga surtsanglar, o'shalarni yo'qotib yuboruvchi yog' hisoblanadi yoki soch to'kirayotgan kasalliklar ham bo'lib qolishi mumkin. Soch to'kilishini ham